Gentra minadigan akalarimizga yana bir foydali ma'lumot chuqurroq tushuntirib o'tamiz. Ana doполнительный ventilator qo'yib berdik. Doполнительный ventilatorni tanlashlarni aytaman. Tanlashga ana bu ventilator motorchasini korpusi baquvvat bo'lishi kerak. Ana beri motorchasi katta bo'lishi kerak. Motorchasini железisidan qo'yib berdik. Ana beri ana baquvvat. Bunisini ham korpusini almashtirib berdik. Korpusini almashtirgan ekanda, yaxshisidan qo'ymagan ekanda difuzorini. Ana difuzorni yo ventilatorning yomoni qanaqa bo'ladi? Ana yumshoq bo'ladi. Yumshoq bo'lgan paytga bu mashina motori qizigan paytga bu undan ham battar yumshoq bo'lib qoladi-yu, o'ynab radiatorni tegib teshib qolishi mumkin. O'zini ham tegib yeb yurgan. Bunaqasidan olib qo'ymanglar, yaxshiroq. Ana Veson firmasi reklama emas, lekin Veson firmasi jemdan ham yaxshiroq ekanda. Shundan bo'lsangiz, shuni maslahat beramiz sizlarga ham. Adashmanglar. Keyin ulagan paytga mana chiroyli qilib, mana shtakerlik qilib ulasangiz, yanada yaxshiroq bo'ladi. Bu yerdan keyin tokni kabelni ana bu yerdan o'tkazmanglar. Bu yerdan o'tkazsalaringiz kabel qizigan paytda erib yopishib qolishi mumkin.